Fojianing boshlanishi. Olamgir Abdiyev. Oyi, qayerga keldik? 5 yoshlar chamasidagi qizaloq baland, naqshinkor gumbazli binoga tikilganicha onasidan so'radi. O'tgan qaytganlardan xijolat bo'lgan ayol yuzining yarmini ro'moli bilan bekitganicha chetroqda turar ekan, qizchasining savoliga javob bermadi. Ammo qizcha binoga qarab shoshib ketayotgan erkaklarga ergashgach, u ovoz chiqarishga majbur bo'ldi. "U yoqqa borma!" Qizaloq ogohlantirishdan so'ng indamay ortiga qaytdi. "Oyi, ular qayerga ketishyapti?" Bu safar ham uning savoli javobsiz qoldi. Onasi uning savollariga har doim ham javob bermasdi. Ayniqsa otasi haqida so'raganida. Nigohlari elas-elas yodida qolgani uchunmi, u otasi haqida tez-tez so'raydi. O'yinga berilgan qizcha beixtiyor yana taqiqlangan joyga bora boshladi. "Mendan uzoqlashma." Bu safar ayolning ovozi balandroq chiqdi. Bola onasining bunday ohangda gapirishini oxirgi vaqtlarda ko'p eshitayotgan bo'lgani uchun bu safar oldingidan tezroq ortiga qaytdi. Uning chizib berilgan chiziq ichida turishdan zerikkani rost edi. Boshida u oyisiga jo'rttaga araz qilib qaradi. Keyin qo'llarini bir-biriga bog'lab, uning e'tiborini tortmoqchi bo'ldi. Biroq ayol hamon yarim ochiq yuzi bilan yerga qarab turardi. Oxiri qizaloqning sabri tugadi. "Oyi, zerikib ketdim." Mana shu gapdan keyingina ona ko'zlarini yerdan olib bolasiga qaradi. Tiqqa nafas bo'layotgan jigarbandining qilig'idan g'ashi keldi. Chunki uning o'zi ham bazo'r chidab turardi. Ammo bolaga jahl qilmadi. Ona-da jahl nima qilsin? "Ozroq sabr qilib tur, hozir ketamiz." "Qachon?" cho'zib, oyog'i bilan depsinib xarxashalik qildi qizaloq. "Odamlar chiqsin." "Odamlar?" Ayol chuchuk tildan chiqqan bu savolga doimgidek javob bermadi. "Odamlar hamma joyda bor-ku", deb o'yladi qizcha sal oldin 4-5 kishi yugurib ketgan tomonga qarab. Keyin yana onasiga qaradi. Ayol yana avvalgi yarim yuzi ochiq, ko'zlari yerga tikilgan holatga qaytgandi. Bu tayyorgarlik edi. Chunki omonat fursat yaqin. Bu shunday fursatki, o'sha onda uyat, sadoqat va sabr atalmish nozik, ammo qimmatli pardalar yirtiladi. Yuzdan sidirib tashlanadi. Uni kim yirtadi? Odamlarmi? Ayolning o'zimi? Balki qizaloqdir. Ayol yer chizib o'tirgan qizchasini chaqirdi. Qizaloq yugurib kelib, onasining tizzalarini mehr bilan achomladi. Ammo ona bolaning boshiga qo'lini qo'ymadi. Sochlaridan siypalamadi. Bu erkalatish emas, topshiriq chaqiruvi edi. "Kecha o'rgatgan gaplarim esingdami?" Qizaloq onasining sonlariga bosgan yuzini ko'tarib, onasiga qaradi. Ayolning ko'zlarida umid bor edi. O'tkinchi va jirkanchli umid. Hayot uchun kurashish umidi edi bu. Mittigina charos ko'zlar qancha termulmasin bu narsalarni sezarmidi? Dunyoni rang-barang ko'rayotgan bo'lsa. Qizaloq onasini ko'p kuttirmadi. Boshini qimirlatib javob berdi. Ko'nglidagidek ish bo'lgani uchun ayolning yuziga tabassum yugurdi. "O'zimning aqlli qizalog'imdan." Shu gapdan keyin qizcha onasining tizzasini yanada mahkam quchdi. "Hozir odamlar chiqadi. Ular yaqinlashgandan sen o'sha gaplarni aytasan, xo'pmi?" Qizcha yuzini onasining oyoqlariga bosganicha javob bermadi. U hamon onasining erkalashidan mast edi. Biroq ayol hushyor edi. "Endi nari bor. Huanavi yerga borib tur." Ayol bolaning bilagidan ushlab, uni ko'rsatilgan manzil tomon burib qo'ydi. Keyin yelkasidan oldinga tomon sekin itardi. Qizaloq sekin oldinga yura boshladi. Keyin onasiga ajablanib qaradi. Onasi yana oldingi holatiga qaytgan edi. Buni ko'rgan qizcha aytilgan joy tomon ketdi. Odamlar chiqa boshladi. Ayolning qulog'i umid tovushini izlardi, lekin u eshitmasdi. Shunda u ko'zlarini yerdan olib, olomon ichiga ko'milib ketgan qizchasini qidirdi. Mana u. Ichkaridan quyilib chiqayotgan erkaklar ichida hayron boqib turibdi. U nima qilishni bilmayapti. Jilmayganga jilmayib, xo'mrayganga ma'yus qaramoqda. Keyin u uzoqdan unga qarab turgan ikkita qora ko'zni ko'rib qoldi. Bu ko'zlar unga baland tovushda gapirardi. "Boshla!"
Qizaloq erkaklar ichida yura boshladi. Amaki, sadaqa qiling. Dadam bizni tashlab ketgan, qiynalib qoldik. Jon amaki, sadaqa qiling. Oqib chiqayotganlarning deyarli hammasi duch kelgan yo'lda uchraydigan odamlarga o'xshardi. Hissiz va beparvo. Faqat ayrimlargina cho'ntagiga qo'l suqib, qizchaning kaftlariga pul tuta boshladi. Qizaloq kaftida yig'ilayotgan qog'oz bo'laklarini mahkam siqdi. Pul tafti uning ikki yanog'ini qizartirdi. U sevindi. Ularni shu ko'yga solgan, otasini begona qilgan, onasini hissiz jonzotga aylantirgan pulni siqimlab turar ekan, u o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Bu shunday sevinch ediki, u bir o'ziga og'irlik qilardi. Shuning uchun ham qizaloq onasi tomon yugurdi. Quvonchini onasi bilan birga bo'lishgisi keldi. Biroq qo'lidagi pulni baland ko'tarib, g'oliblarcha yugurib kelayotgan qizchaning xursandchiligiga ona sherik bo'la olmadi. Unga bag'rini ochmadi. "Uddalading, barakalla qizalog'im", demadi. Buni u xohlamadi. Aksincha, u yaqinlashib qolgan bolasiga qat'iy dedi: "Joyingga borib tur." Qizaloq taqqa to'xtadi. Onasiga boqdi. Yarim yuzi berkitilgan, ma'suma ko'zlari yerga tikilgan onasini taniy olmadi. Uning o'tmishi va buguni haqida bir zum o'yladi. Kelajagini esa ko'ra olmadi. Murg'ak bag'rida achinish hissi tug'ildi. Bu achinish kimga atalgan edi? O'zigami? Onasigami? Qizaloq joyiga qaytdi. Kaftlarini oldinga cho'zdi. Kecha o'rgatilgan gaplarni ayta boshladi. "Amaki, sadaqa qiling. Dadam bizni tashlab ketgan. Qiynalib qoldik, jon amaki, sadaqa qiling." Dardi boshqa olomon o'tishdan to'xtamasdi. Ularning ichida hech biri qizaloqning taqdiri, orzu-umidlari, ertaga u kim bo'lishi haqida o'ylamasdi. Na birorta erkak unga otalik qila olardi. Na tilanchilikka da'vat qilgan ayol unga onalik mehrini bera olardi. Ularning dardi boshqa edi.